Включатель va umniy включательni plyus va minuslari haqida gaplashamiz. Aytib beraman, xudo xolasa. Oddiy включатель mana shunaqa plastmassa ko'rinishda. Tak, ichini ochib ko'ramiz, qani nima bor. Bismillah. Ochilmayapti bu. Ochildi mana. Tak, ichida 4 ta boltka eka, bitta mis kontakt bor, mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Boshqa hech narsa yo'q. Narxi 30 ming, 25 ming shunaqa. Buni bitta afzalligi narxida. Buni boshqa afzalligi yo'q. Tak. Endi bu включательga to'xtalamiz. Umniy включатель mana shisha oynali, tekis yuzali. Baquvvat, tirnab, sindirib, bir narsalar qilib bo'lmaydi, yosh bola sindirib tashlamaydi. Qani ichini ochib ko'ramiz. Qani bismillah. Ochilmayapti, ochildi. Tak. Mana shishasini holati, bemalol ko'rishingiz mumkin. Wi-Fi belgisi bor. Orqa tomondan ko'rinishi, shishasini o'zi ham baquvvat. Sindirib, chizib, nimalar qilish iloji yo'q. Ustida plyonкасы bor. O'sayda tiniq shaklga keladi. Tak. Ichki ko'rinishi shunaqa. Mana bu joyida plyonкасы bo'ladi. Shuni olib o'rnatish tavsiya qilinadi. Mana orqa tomondan ko'rinishi, ichida Wi-Fi moduli bor, Bluetooth moduli ham bor. Bu degani nima degani desanglar, telefoningizga ulanadi. Через Wi-Fi ham ishlaydi, Bluetooth ham ishlaydi. Bu degani internet bo'lmasa, Bluetooth orqali ham telefoningizni o'chirib yoqsanglar bo'ladi. Qulaylik. Tak. Голосовое управление orqali bemalol boshqarsanglar bo'ladi, ya'ni Alexa orqali, Alexaga ulanadi. Bundan tashqari vaqt belgilab qo'ysanglar bo'ladi. Shu payt yonsin yoki kechki payt soat nechidadir o'chsin desanglar bemalol o'sha narsalarga amal qiladi. Tak, bundan tashqari qulayliklari bu включателimiz universal, boshqalarnikidan farqi shunda. Universal degani nima degani desanglar, 0 bilan ham, bez 0 ham ishlaydi. Bu nima degani? 0 siz degani eski montajlar aksariyati 0 siz bo'ladi. Ya'ni korobkani, kolsani orqasini ochib qarasanglar, ikkita sim bo'ladi. O'shanga ham bu tushadi. Euro montajga keladigan bo'lsak, unda 4 ta yoki 4 tadan ko'p sim bo'ladi. O'shanga ham bu bemalol tushaveradi. Tak, qulayliklari shundan iborat. Endi minuslariga ham to'xtalib o'tamiz. Endi bu minuslari ham bor haqiqatda. Minusi nima desanglar, ikkita kolsa yonma-yon bo'lganda bu tushmaydi, chunki mana bu keng. Xo'sh. Yana bitta minusi, mana bu chetda nima deylardi? Tak. Romkasi yo'q bizda. Boshqa odamlarda bo'lishi mumkin. Chetida romkasi yo'q, birga yonma-yon qo'yib yuboramiz biz. Buni narxi 170 ming so'm. Buni bittaligi bu, uchtaligi. Tak. Buni oq, qora, sariy ranglardan bor. Bemalol bizga murojaat qilasiz. Joninglar sog', umrlar uzoq bo'lsin. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Rahmat hammaga.